Salom do'stlar hammaga. Bugun meni videoyim organizerlarimda nima bor degan video bo'ladi. Botta hech narsa turganiga ahamiyat bermanglar. Organizerlarimni bu yoqqa qo'yib qo'yganman. Like va podpiska bosib ketishni unutmanglar do'stlar. Botta meni katta stikerlarim turadi. Sig'magani uchun shu yerga qo'yib qo'yganman. Mana shunaqa. Bu organizerimizda do'stlar bottada breloklarim turadi. Bottada ruchkani o'yinchoqlari turadi. Botda toka-bokani narsalari turadi. Botda har xil harflar, mana shunaqa zametkalar turadi. Keyin botda har xil stikerlar, Sanrio stikerlar turadi. Botda Zizidan chiqqan stikerlar turadi. Botda har xil skripkalar turadi. Botda esa har xil anaqalar turadi. Ninalar turadi. Botda shunaqa narsalari, sirkul narsalari va hokazolar. Hozir qaytaman do'stlar boshqa organizerimizga. Men keldim do'stlar. Mana bu organizerimizda shunaqa lopatka, pinset va pichoqlar turadi plastilinlar uchun. Bu organizerimizda do'stlar markerlar turadi. Har xil bitta xo'rozqondan solib qo'yishibdi. Bu organizerimizda esa mayda stikerlarim turadi. Men sizlarga stiker obzor qilib o'tganman. Xullas mana shunaqa organizer. Bu organizerimda do'stlar mamtida highlighter, mamtida ruchka qaychi narsalar, mamtida rangli qalamlar turadi. Xo'sh, hozir keyingi organizerimni ko'rsataman. Mana bu organizerda almazimiz ekan idishlari turadi. Bu organizerimda esa shunaqa bitta ruchkadan chiqqan o'yinchoq va yana zarlarim turadi. Bitta almaz ekan toshlari. Bitta almaz ekan toshlardan ortib qolgan va zakladkam turadi. Bitta meni quloqchinim turadi. Hozir do'stlar yana bir qancha organizerlarimizga kelamiz. Bitta kichkina korobkacha va har xil o'yinlar turadi. Bitta dekorativniy skotchlarim turadi. Yaxshilab ko'rsatayman. Bitta esa gazetalar, har xil estetichni yopishtiradigan stikerlarim turadi. Bitta hamma narsa turadi. Stepler, kley, ikkita skotch dekorativniy va yana skotch, brelok, shunaqa narsalarim turadi. Hozir qalarga do'st. Bu yerda ikkita organizer qo'shilib ketgan zo'ra. Bitta dumaloq lineykalar, bitta uchburchak va hokazo. Bu organizerimda do'stlar kistichkalar turadi. Bu organizerimda lineykalar turadi. Naryoqda ortiqcha lineykalarim bor. O'shalar turadi. Bitta faqat qora qalamlar turadi. O'zim bezatganman shunaqa qilib. Va eng kattasi do'stlar, bitta ikki xil flamaster va ikkita sirkul. Bitta esa ikki xil rangli ruchkalar. Buni ham bezatganman. Shunaqa organizer. Voy, meni kam organizerlarim qoldi do'stlar. Mana bu yerda har xil highlighter, ruchka yana ikki xil flamasterlarim turadi. Va eng katta organizer do'stlar, bu yerda hamma meni bloknotlarim turadi. Hozir boshqa organizerlarni olib kelaman. Keldim do'stlar. Bu organizerimda har xil o'zim yasagan bloknotiklar, kichkina bloknotiklar turadi.
Bu organizerimda esa mani kichkina bloknotlarim turadi. Yangi bloknotlar oldim. Hali sizlarga raspakovka videosini chiqaraman. Bu organizerimizda do'stlar har xil narsalar turadi. Bu organizerda misol uchun pechatlar, tapalapka, har xil narsalar turadi. Bu yerda o'zim yasagan sun'iy ruchkalar, bu yerda sprey. Bu yerda yana har xil mana shunaqa stikerlar turadi. Mana mani tapalapkam. Hozir bu paketida turibdi. Paketida tursa, yumshoqligini yo'qotmaydi. Bu yerda sonli yozilgan. Men aralashtirib qilaman. Hammaga xayr do'stlar, like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr do'stlar.